Hozir aynan shu avtomobilni retroni olib chiqib test drive qilamiz. Yomg'ir yog'yapti. Ko'chadamiz hozir. Bu 6 kishiligi 2 o'rindiqli orqa qismlari. Mana shunaqangi noyob videolarni siz uchun doimiy ravishda taqdim etamiz. Videoga like bosib kanalımizga obuna bo'ling. Qani ketdik. Bismillah. O'tirib olamiz, ketamiz. Ko'ramiz qanaqa yuradi. Tekshirib ko'ramiz. Bismillah. Ketdik. Shundan tushiramiz. Sirni kamerasi bor. Hammasi joyida. Ko'ramiz. Zo'r, yurishlari zo'r. Tormozlari zo'r. Yaxshi, zavodni ichidamiz. Tepagidan pastga tushamiz. Bu qaytishlari ajoyib. Zo'r bo'lyapti. Tunnat. Mana tepagidan pastga tushdik. Ketdik zavodni ichida. Test qilamiz. Yurish tezligidan nechaga chiqar ekan? Bu lition akkumulyatori. Akkumulyator 100 amperli. 6 kishilik, tepasi yopiq, mana shunaqangi yaxlit. O'ttiz tezlikda yuryapti. Ham zo'r, tormozi ham yaxshi ushladi. Toza qildik. Rulchasi ham qaytishlari qarang. Boshqacha. Zo'r. Kamerasi, joydan qo'zg'alishlari ham, sifati ham boshqacha. Yo'qdi avtomobil. Maza qilyapman to'g'risi. Mana shunaqangi retro avtomobillarni eng zo'rlarini birinchilaridan bo'lib Markaziy Osiyoda faqatgina Shida Group kompaniyasidan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Test drive qilamiz, oldinga chiqamiz hozir. Birgalikda ko'rasizlar. Oldin balandlik 5 metr balandlikda bu. Buyon turib ikkinchi qavatda qani ketdik. Bismillah, yuramiz. Estakadaga chiqyapmiz. Chiqib oldik. Balandlikka. Sekin tushamiz. Juda ham zo'r. Yaxshi harakatlanyapti. Biz har bir o'zimiz xarid qilayotgan avtomobillarni birinchi navbatda test drive qilamiz, sinovdan o'tkazamiz. Keyin sinovdan o'tganini, sifatlisini, eng mustahkamlarini, noyoblarini birinchilaridan bo'lib xarid qilamiz. Ketdik mana. İsterseniz hozir yana bir marta test drive qilib, tepalikka chiqib ko'ramiz. Qanaqasiga chiqadi. Mana sekin hozir ko'pchilik aytishi mumkin, tezlik bilan keldiz deb. Mana endi sekin yurib chiqamiz. Qani joydamiz, estakadan boshlanish jarayonidamiz. Qani ketdik. Bilasizmi, avtomobil shunaqangi chiqyapti, shunaqangi yuryapti estakadaga. 5 metr balandlikdan ikkinchi etajni trezasi bilan birgalikda biza estakadaga qiynalmasdan chiqdi avtomobil. Eng qizig'i zaryadi 0, zaryadga qo'yilmagan. 0 zaryad bilan chiqamiz. Endi bu yoqqa chiqamiz. Test drive jarayonlari juda ham zo'r. Sifati ham zo'r, avtomobil yo'qdi. Tez kunlarda Shiddat Group kompaniyasida aynan mana shunaqangi bir necha turdagi retro avtomobillarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. 55 kodi bilan 594 raqamlariga murojaat qiling. Sifatli mahsulotlarni birinchilardan bo'lib Shiddat Group kompaniyasida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Tanlovda va manzilda adashmang. Noyob texnikalar, sifatli mahsulotlar faqatgina birinchilardan bo'lib Shiddat Group kompaniyasida. Yon chiroqlarga qarang, yon chiroqlar nima deyapti? Tashqi ko'rinishi, rangchasi qip-qizil rangda. Ay, dahshat. Mana orqa gabarit chiroqlari, zapas balonlari, tom qismlari, ashi zo'r. Iskan o'zaloq debdi tema rangchada, noyob ranglar. Do'stlar, yurakchani qizartirib qo'yamiz. Mana shu avtomobilning rangi kabi qizartirib qo'yamiz.